Yo bolalar, barchaga salom sizlar bilan men Xaroyli Samuray. Bugungi videoda bizlar bolalar Amechi bilan birga etdik. O'tganda mana shu o'yinimiz bolalar. Bizda men hozir ko'mir biznesini boshlaganman. Yaqinda bolalar ko'mir biznesini boshlab turib, hozir men 200 ming dollar pulim bor va mana shu 200 ming dollar investitsiya qilib turib bolalar, qanaqangi biznesga aylantira olaman ko'mir biznesini va boyib keta olar ekanman, ko'ramiz bolalar. Qana keyin bizda kim birinchi bo'lib ketar ekan? Amechi hali kirmabdi-ku. Bolalar Amechi ham kirib oldi. Amechi chaqirib olganman, bir 100 dollar puli bor. Amechi 100 dollar biznes boshlab men yutib ketaman deyapti. Короче, let's go bolalar. Короче, mana nima qilamiz? Birinchi bo'lib biz 2x cash olamiz bolalar. Ati 2 Robux 2x cash olamiz. Yaxshi. 4x cash ham bor ekan, bu 10 Robux turar ekan. Yo'q, buni olib o'tiramiz. Starter pack bor ekan. Keyin biza starter packdan tushgan 200 dollarlik anolarni mining apparatlarini bolalar Amechiga podarka qilamiz. Bu yoqqa ukam. Qani qattasan? Ukajonim, tarafimda ekan, bolalar aytdi ekan, bu yoqqacha hadi kesib o't, mana kesib o't. Daryodan. Daryo toshqin, suvlar to'lqin. Ol. Yiqilib tushdingmi? Ol. Men yana bitta. Ikkita Amechiga podarka qildik. Nima qilib yotibsan? Nima qilib yotibsan? Bola nima qilib yotibdi? Turdi. Emotsiya qilayotgan ekan ko'cha. Albatta, shu stere, ishonib o'tiribman. Da, let's go. Mana ko'mirlarimiz bor bolalar. Yig'ilgan ko'mirlarni mana bu yerda biz sotamiz. Oy, 107 dollar pul berdi menga. Bu yerda pul ko'payaverar ekan bolalar. Mashtur qo'ysak juda ham tez ko'payadi. Короче, endi men o'zim mining apparatimni qo'yishim kerak. Mining apparatimni qo'yishim uchun esa betga mashtur qo'yar ekanman. Buning qo'yilishi uchun 5 minut vaqt kerak ekan. Yo, buni timerini yo'q. Timerini yo'qotib let's go. Yaxshi. Bu menga endi ishlashni boshladi. Yaxshi. Ishlagan anlarni, ko'mirlarni mana bu yerda olamiz va avto collect bor ekan. Har 10 sekund o'z avtomatik collect qilib turar ekan, lekin bizga u kerak emas. Bizga mana shu o'tishimiz kerak. Maksimum 11 ga pulim qoldi bola. Atiga 11 ga. Mana yerda biz omadimizdan ko'chirsa bo'lar ekan va mana bu yerda qanaqa narsa rolda bo'lsa degan bo'lsak, bizga mana shu kuchliroq. Nima bular? Ko'mir qaziydigan apparatlar tushar ekan. Nima qilib yotibsan? Nima qilyapti bolalar? Sizni qara yosin. Pampers kiyib olganmisan? Vallahi pampers kiyib olgan. Day, ko'mirchadan olamiz bolalar. Ko'mirchani o'tga solamiz, sotamiz hamma ko'mirlarni. Qancha pulimiz bor? Normalniy pulimiz bor bizdan. Dash kuchaytiramiz. Let's go. To'saksiga yana kuchaytiramiz bolalar. Juda ham tez sotib olishimiz kerak. 10 ta Robuxga 2x ta 4x cash ham ochib qo'yamiz. Yaxshi. Bitta missiyalarni bajarsak bizga yana bir nimalarni berar ekan. Va hammasi o'g'ramiz. Mana ayt oraliga game berar ekan bu game bolalar. Mana shu game'ni nimadir qilar ekanmiz. 120 ta game'im bor. Yana bitta quest kelibdi ekan. Mana shu weekly da. Mana 300 ta game bolalar. 300 ta game berdi menga. Storydan, do'kondan bir nima olsa. Server lock ochsam hammaga berar ekan 15 daqiqaga. Qaralar, server lock qo'shdim. Hammalarga beradi mana. Hammangga beradi. Da, hammangga beradi. 2x shu foydalanib qo'laylar endi 2x lockdan bolalar. Mana bu yerda yana bir nima Open Lock'ga blog ochsa bo'lar ekan. Yo'q, mana bu yerda undan ham darsda bor ekan 36 Robuxga bolalar. Va ochib ko'ramiz, nima deysizlar? 36 Robuxga bitta uni like ochib ko'ramiz. Qani bizga nima tushar ekan? Yo'y! Qanaqa narsa tushdi bizga? 108 kaliga. Eng musri ekan. Yo'q. Mana necha bola mashqa qo'yib qo'yamiz. Buni ochish uchun 3 soat vaqt kerak. 180 bitta Robux kerak ekan keyin. Yo'q, menga kerak emas qo'yinglar. Menga vobshe kerak emas. Undan ko'ra olmagan yaxshi bolalar. 800 ming ta manimiz bor. Ko'mirlarni bekitib qamiz. 3 soatda tayyor bo'lar ekan. Yo'q. Bonus chance bor ekan. Bonus imkoniyat. Qanaqadir nimani kuchaytirib, bir nimalarni kuchaytirar ekan. Bonus imkoniyatimiz bor-la. Qanaqadir bonus ekan. Bo'pti, mayli. Короче, aytaman, qimmatroqqa sotib beradi bu bonusimiz. Hamma ko'mirlarni topshiramiz va mana bu yerda increase luck. Mana omadimizdan kuchaytirib qo'yamiz. Yaxshi. Mana yerda rollarni ham o'zgartirib qo'yamiz. Qani, normalniroq hozir drillchisi o'shani olib qo'yamiz. Biz bazamizni kengaytirishimiz kerak. 2 million dollarga ochar ekanmiz bolalarni. Yo'q. Birinchi qator o'zi arzon ekan. Voy, Amir, senga podarkam bor ekan, berem. 5 minut kutsang всё. Ma. Bu yoqqa. Ma ekan. Senga podarak 9,5 kaligini berdim o'zimga daqa. Yozish qayerlar. Yo'q. Voy, senga qalay to'poy. Bolalar, polnisni birinchi qatorda ochib bo'ldik. Endi mana bu yerda 400 ming dani ko'mirni olib turib sotaveramiz. Keyin mana yerda qanaqalar chiqibdi bolalar. Kattalar bor. 170 milyon dollar.
Yo, 8,5 million dollar ekan. Men 8,5 million dollarga olib qo'yaman hozir bolalar. Yo'q-a? Jamolov hamma o'yin o'ynab olgan. 45 million dollar puli bor ekanmi Jamolovda. Menga 8,5 million dollar pul kerak. Sразу lekin tez kerak, tez. Menga 8,5 million dollar pul beringlar. 5 million dollar pulim bor. 8,5 million olsam bo'ldi. Keyin azgincha bilan mining qilib turursa, 95 mingga bor, yana 100 mingta ko'mirni olib turib sotaveramiz. 100 mingta ko'mir qancha bo'lar ekan hozir ko'ramiz. Yaxshi. 300 ga ikkita bergan bo'lsa, normal ekan shunda. Davay 8,5 million dirham hozir yig'ib qo'yamiz sразу. Davay, let's go. Davay, tez ber menga. Yaxshi, 6,5 million dollar pulimiz bor. 2,5 million dollar bo'lsa bo'ldi. Mo ochilsa bo'ladi, vash dafigani berardi da bor. Mash ochilsa. Buni tiqib qo'yamiz ashtiga. 3 soat 21 daqiqada bo'ldi. Yo. Qancha yig'ildi? 200 mingta ko'mir yig'ildi. 200 mingta ko'mirdan sotaveramiz. Yaxshi, qani 8,5 million bo'ladimi? Yo, 7,5 yana 1 million kerak, yana 170 ga yig'ilsa всё ekan. Let's go. Ikkinchi orolda nima bo'ladi? Yana orol bor ekan. Bu nima bu, ma'brat? Assalomu alaykum, biradim, qandaysiz? Zo'rmisiz? Ha, uni ko'rdim. Orqadagi narsani ko'rdingmi deyapti. Rock Area. Men ochilar ekanman buni. Ha, 3 marta rebosdan ochilar ekanman, bolalar. Bu qanaqadir boshqacha biznes ekan. Ha, bu yerda juda ham zo'r narsalarni biznesdan qurib tashlasa bo'lar ekan, bolalar, kerak tushundim. Mana bu yerda yana bizga pullarimiz yig'ilib bo'ldi. Ko'mirlarimiz yig'ilib bo'libdi, bolalar. Ko'mirlarimizni olamiz, ko'mirlarni zavodga tiqamiz. Davay, ko'mirlarni tiqqanimizdan so'ng nima deyapti bolalar? Tredbil bering, anchadan beri kutamiz. Kanalga obuna bo'lganman. Admin abizda beraman bolalar. Admin abizda beraman faqat bolalar. Chotki bolalar, keyin ketdi. Pullarni oldik, ko'mirlarni oldik. Hamma ko'mirlarni topshiramiz. 9,5 million dollar pulim. Let's go. Mo'ynab olamiz. Let's go. 13 gadan berar ekan mana drillimiz. Kichkina drill ekan, lekin вообще zo'r berar ekan. Bu drillni chekka qo'yib qo'yamiz, xalaqit bermaydi o'ziga. 1 soatda 81 ta robusga qilinar ekan bo'la. 1 soatda tayyor bo'lar ekan bu. Yo. Bo'pti, mayli, bizga 1 soat shart emas. Naytani ochaveramiz darshi. Yig'amiz ko'mirchalarni. Yaxshi, nechta ko'mir bo'ldi bizda hozir? Dafiga ko'mir bo'ldi. Keyin yana drillni olamiz. Mana drill olib qo'yadi 90 kaliga 700 tadan beradi. Bu ham normal lekin bolalar. Hadi qo'yib qo'yamiz buni ham bolalar. Yaxshi. Buni ham skip qilish uchun nechta robux kerak? 6 ta atiga 6 ta robux. O'zi 2 minut ochilar ekan bolalar, 2 minut ochilar ekan. 2 minut ochishni kutib olamiz. Let's go. Yana aylantiraychi qanday normalroq narsa tusharmi ekan bizga? Voy, 9,5 kerak. Bir kala chiqdi menga mana. Mana shu olamiz bolalar. 1 ka berar ekan. Buni ham mayt qo'yib qo'yamiz. Bu ham hozir ochiladi sразу. 2 minut ochilar ekan. Mo'yda 9,5 millionlik mana shu 9,5 kerak. 20 ka bor ekan. Pul kerak bizga, pul bolalar. Mana ko'mirlarni sotaveramiz. 500 ming ko'mirim tiqilib yotibdi. Bo'ldi, pullar o'sha kelyapti asta-sekin 4,5 millionga men olamiz. Zo'r 9,5 kaliga oldik. Bularga ancha katta drill, yer qazib ko'mir oladi. 1,5 million dollar pulimiz bor. Nima? Kimda? Menda. Yo'q-a? Mana bitta bor. Ikkita musiri bor. Mana 3 soatlikni ochsam borku yoraveraman seni. Bu nima? Ko'tingga tiq. Senga padarkan bor, mana. Ol ukam, chotki bu. Drillingni ko'tingga tiq. Drillingni o'zing ko'tingga. 200 mingta narsam bor, ko'mirim bor. 500 bo'lsa. O'shani sotib olaymi? 4 millionta ko'mir berar ekan sekundiga bo'ladi. 4 millionta. O'ylayapsizlarmi? 4 millionta. 4 bor. Bu 14 million dollar ekan. 1 minutga hozir ochiladi. Ben ochilib turshi. Yaxshi, 36 sekundda ochilar ekan. Narigalariga 1 minut qoldi. Nima? 500 Ma 2 million ekan. O, mana shuni oldim bola 3,5 kagida 2 million. Ham kichkina ekan, bu zo'r bola. Mana kichkina bo'lsa zo'r. Ham ko'p beradi, ham kichkina, ko'p joy olmaydi. Ko'proq aning apparatlarni qo'yamiz. Bo'cha 700 dollar ekan, 700 narsa sekundiga berar ekan. 400 ming tani yig'ildi bolalar. Ko'mirchi. 400 ming ko'mirchani depozit qo'yib sotaveradi. Va aylantirikcha qadi va jo'rga. Ko'tiga tiq. Va tushdi. 305 millionga tushdi. Yo, bola 300 million tushdi. Ha, bir kaligini ham qo'yib yuboramiz. Betga emas. Olikchi buni mat qo'yamiz. Nima qilyapti bu? Tupoy, basharanga, tepaman mana tenga. Da ketdi bolalar. 3,5 million dollar pulimiz bor. 299, 10 kadan berish boshlabdi o'sha. 300 mingta ko'mirni sotaveramiz. Sotaveramiz hamma ko'mirni zo'r. O'chirib qo'yish kerak. Mening vaqtini chotki. Men juda ham tez qiladi endi bizda. Ma'lumotlarcha normalniy, arzonrog'ini bersin, tezroq ham tugaydigan.
tezroq ana hisoblanib bo'ladigan. O, mana shu normal. Yo'q, bilmas. Yo'q. Mana shu normal 4,5 million dollarligi. Mana shu 4,5 million dollarga olishimiz kerak ekan. Davay, nechta bor hozir bizda? 230, 240 mingta ko'mir bor. Hamma sotaveramiz. Pulni sotdik, yaxshi. Qani, endi nima? 4,5 million dollar bo'ldimi? Ya, 3 bo'lib qoldi. Davay, 4,5 million qo'yamiz hozir. Tashladik buni ham. 4,5 million dollar bolalar. 475 kerak ekan. Yo'q. Kim cheat? Mesur. Yo'q, a? Yo'lda 3-4 qarang. Qani? Yurayimlar. Aku. Emotsiyasi. Emotsiyani bola uchyapti deb tani tupoymiga. Aa, tuni nima gaplar? Uzoq aqla bor. Emotsiya bu deyapman. Merkuriydagi emotsiya, Merkuriydagi. Nima uchurdinglar? Ye cheater. Ye hacker. Aha. Yo'q, stok keldi-ku merchantga. Nimagadir stok keldi bolalar. Bizlar yangi bizneslarimizdan tayyor 11 kadan beryapti bu bolalar. Qanday aniga borib kerakchi merchantga? Merchant qayerda? Ana aytdan totem merchant bor ekan. Ama o'ldirib qo'ydi. Yo'q, qaraqasiga. Hatta merchant olsa bo'lar ekan, totem olsa bo'lar ekan, Pulingni ko'paytirib berar ekan totemlar. Unda vaqt ko'rar ekansan. Yo'q, tezlikni qaranglar. Golden drills. Drilllarni golden oltin qilsa. Qora market ham bor ekan bolalar. Gemga narsa olsa bo'lar ekan, 20 minutga olsa bo'lar ekan. Qora market, qora bozor bolalar. O'zim zonamga qaytayda. Qani mazonda nimalar bo'lyapti qarchi. Mana nima debdi? 200 dollarlik narsa berar ekan gruppa o'zisa. Amay o'rsan. 32 sekundda mana tayyor bo'ladi bolalar. Mana mush tayyor bo'libdi, 1 kadan beryapti zo'r bolalar. 11 kadan 1 million tanimiz tayyor o'tib ko'mirchamiz. 1 minutda ko'mirchani sotaverikchi, qani qancha pul bo'lar ekan bizga? Mana tayyor bo'lishiga 1 soat bor. Yo'q. Mana tayyor bo'lishiga 6 minut bor. Hozir yana bittasi tayyor bo'ladi. Mana 1 minutga mana tayyor bo'ladi, zo'r. Mana 4 minutga tayyor bo'ladi, yaxshi. Qani darshi nima tushdi bizga? 14 million dollarlik da. 14 million dollarlik. Mana 14 million dollar yo'q. Bu yana drillimiz qurildi mana bolalar. Bonus shansi, nima bu bonus shans? Va bonus berish shansi bolalar. Ko'proq pul berish mumkin bizga. Bunda nima deb gaplashyapti? Nima deyapsizlar? Yo bro, nima gap? Salom. 2,5 million dollar pulimiz bor. Reverse bilan aka 32 milliard ekan reverse. Yo, 32 milliardga qachon boramiz bolalar? 32 milliardga. Server light kuchaytirgan bo'lar ekan. Voy, mutatsiyalar endi boshlandi. Iymola mutatsiya bo'lar ekan endi. Oy. Nima chor ekan darmonlar. Oy, nima tushdi hozir ustimga? Malka narsa tushibdi mana. Mana mutatsiyalar qilib bermasa, ko'proq pul bermas ekan bolalar. Hay, Merkuriy harakat o'chib turibdi uni qaranglar. Yo. Ikkita quest bajarildi. Haftalikda ikkita quest bajarildi menimcha. Endi nima bajarildi hozir ikkita menda? Ha, mana unda bor. Yana unda yaxshi. 486 gemim bor. 47 ga? Qanaqasiga? Qanaqa 47 ga? Qani? Mutatsiya qo'shtiribdimi? Mutatsiya qo'shdi Andreliga. Qanaqasiga? Yo'q, qo'shmagan meniki hech qaysiga hali. Ha, ana. Tushundirdi. Ustiga tushsin. Nimaga tushmayapti bolalar menga? Amirchikka tushyapti mutatsiyalarga. Yo'q. Ona. Vay, ustiga mana tushdi. 20 ga beryapti bittasi. 20 ga bo'lib ketdi. Bittasiga tushibdi. Magma. Qaysinga? Menga tushgan menimcha. Yo'q, bunga emas. Hech qanday tushmagan. Davay tushsin, menga ham tushsin. Davay, let's go. Tigida azot. Vay, nima ekan? Olaga tushsin. Yo'q, sen 47 kadan beryaptimi? Bittasi. Qo'ygan joyingni qara, o'sha yerga tushibdi, o'zi ham bor. Meniki ham tushsin, bolalar tushmayapti. Bolalar nimaga bermayapti menga mutatsiya? Yo'qolib ketarmikan hozir? Mutatsiyasi. 21 ga edi bolalar, 13 sekund qoldi. Menga tush, menga otinglar lavada bolalar menga. Oy. Tushdimi menga? Menga ira birda tushdi. Senga qanaqa tushadi yapti? 2 sekund, 1 sekund mutatsiya qoldi-ku. Menda qoldi. Bala, bola menga qo'shgan yo'qdi. 16 million dollar. Uni bor. 8 million ko'mir bor. 16 million dollar pulim bor. 45 million. Mana shu o'tiramiz. Darshi davay bolalar. Hop, qancha? Oy, nima? 90 kalik musullar chiqadi. 2 million dollarga chiqdi. 2 million dollarga olib qo'yamiz. Oy, 4 million. Abi saytib ketding ha mana. 20 kadan beryapti bolalar. Drill firmasi bor, drill biznes qilamiz.
95 ga 9,5 ga yo'qolib ketdi-ku bu desang. Nima mutasaddi? Ya qo'y joyiga. Yo, короче bolalar, mana shu videoni tugataman bolalar. Amichi bu o'yinimizda g'alaba qozondi bolalar. Albatta keyingi videoda men albatta yutishga va'da beraman. Короче, keyin ko'rishguncha bolalar, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar.